Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bitta proyekt bajardim. Buni nomi BibGroups AlgoBot degan proyekt. Buni vazifasi bozordagi kriptovalyutalarni tahlil qiladi va mana shu botga signal sifatida yuboradi. Kriptovalyuta nomini va stop loss va take profitlarini ham yuboradi. Lekin bu BibGroups AlgoBot deb yozib bu botni ishlatadigan bo'lsalaring, sizlarda ishlamaydi. Sababi faqat bu botga meni ID raqamim kiritilgan. O'zimni shaxsiy Telegramimdagi ID raqam faqatgina mana shu Telegramda ishlaydi xolos. Agar sizlarga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunaqa dastur menga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, sizlarga ham mana shunaqa bot yaratib berishim mumkin bo'ladi. Keling, botni ishlashini birgalikda ko'rib chiqamiz. Botga kirib start degan tugmani bosganimizdan keyin kripto signal boti ishga tushirildi. Bot birjaga ulangan, lekin avtomatik savdo qilmaydi, faqat signal yuboradi. Endi bo'ldi, mana shu dasturni ishga tushirib qo'yishimiz bilan mana bu yerda dastur ishlayapti. Bu signal topishi bilan aytgancha 15 minutlik time frame'da ishlaydi bu dastur. Ya'ni kripto treyderlar uchun mo'ljallangan. Buni hozir yana ustida bir qancha ishlar ketyapti. Serverga, ya'ni onlayn serverga ulanish jarayoni ketyapti. Oz qoldi, xudo xohlasa yaqin kunlar yoki oylar ichida buni serverga ham ulashi mumkin bo'ladi. Buni serverga ulanish haqida o'rgandim ancha. Deyarli o'rganib bo'ldim. O'rganib bo'lib serverga joylab qo'yaman buni. Kompyuter o'chiq bo'lsa ham Telegram botga xabar kelaveradi va bemalol kripto treyderlar o'zlarini treydlarini amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Hozircha kompyuterda, lekin serverga ulanish o'rtoqlar juda ham oson narsa ekan. Hozir ulamaganimni sababi bu dasturda ozgina kamchiliklar bor. Shuni to'g'rilab, bir yo'la keyin to'liqroq qilib joylamoqchiman serverga. Xullas, qaytamiz bunga. Botga kirganimizdan keyin mana shu oyna bor. Bu yerda texnik holati degan bo'lim bor. Buni bosganimizdan keyin mavjud kriptovalyuta nomi va stop loss take profitlari bu yerda chiqadi. Oxirgi yangilanish 21:58 da bo'lgan ekan. Ya'ni bu nima degani? Oxirgi kriptovalyutalarni 21:58 minutda, ya'ni 9:58 da tahlil qilib chiqqan ekan. Bu har 15 minutda ishlaydi bu dastur. Yana shunga 15 minut qo'shadigan bo'lsak, undan keyin yana kriptovalyutalarni tahlil qiladi. Hozirda faol signal yo'q, yangi signal kutilmoqda. Strategiyaga tushadigan hozircha signal yo'q ekan. Demak, trader bo'lganimiz holatda ham bu degani savdo qilmay kutib turamiz degani. Keyin botni ishlash strategiyasi quyidagicha. Sizga bot faqatgina bitta strategiyaga tushgan kriptovalyuta jo'natadi. O'shani sotib olasiz. Sotib olib, uni plus
daromad yoki zararda yopishingizni bot kutib turadi. Keyin ikkinchi signalni yuboradi sizga. Buning uchun qarang. Siz misol uchun Bitcoin'ni yubordi bot. Bitcoin'ni topdi deylik. Balki aytaylik Chainlink'ni topdi-da, bu bot yubordi bizga. Biz stop loss va take profitlar qo'ydik. Endi zarar qildi deylik. Zarar qilgandan keyin bizni qiladigan ishimiz botni ogohlantirishimiz kerak. Mana bu yerda mana savdoni yopish. Ya'ni bizdagi savdo yopildi deb botga xabar berib qo'yamiz. Mana tugmachani bosishimiz bilan faol signal yo'q. Ya'ni aytmoqchiki, oldin sizga signal yuborganimiz yo'q. Faol signal yo'q. Qanaqa qilib savdoni yopishingiz mumkin? Oldin men sizga kriptovalyuta topib turib jo'natayin, keyin savdoni yopish degan tugmani bossangiz bo'laveradi degan bizga ma'lumotni beryapti. Mana faol signal yo'q. Xullas, professional tradingga moslashtirilgan dastur bu. Ya'ni misol uchun aytaylik $10 bilan bitta kriptovalyutani sotib oldingiz va zarar qildingiz. Endigi keyingi qiladigan ishingiz sizni oldingi zararni ham qoplash uchun shu $10 ni 12 yo 13 yo $15 ga oshirishingiz kerak, to'g'rimi? Mana shu bot sizni o'sha yuborgan signalidagi natijangizni kutib turadi. Endi buni o'zingiz hal qilasiz. Misol uchun aytaylik, o'sha linkni yubordi. Agar linkni take profitda yopadigan bo'lsangiz, baribir ham mana bu savdoni yopish degan tugmani bosasiz. Keyin yana yangi signal kelishda davom etadi. Xullas, o'rtoqlar shunaqa. Agar sizga ham qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, bunaqa dastur o'zingizning shaxsiy dasturingiz bo'ladi. Buni lekin bir qancha to'lovi bo'ladi. Siz uchun anchagina dasturga o'zgartirish kiritib, serverga joylab sizga berishim kerak bo'ladi buni. Faqatgina sizniki bo'ladi bu. Bunaqa dastur. Imенно shu dastur emas, lekin shu kabi dastur bo'lishi mumkin. Siz hozir buyurtma berishingiz ham mumkin. Misol uchun menga mana bu strategiyani dasturga joyla deb o'zingiz strategiya ham berishingiz mumkin bo'ladi. Bunda lekin o'rtoqlar to'lovi ozgina yuqori bo'ladi. Sababi sizni strategiyangizni men dasturlashni ichiga joylashim kerak bo'ladi. Unga anchagina vaqtim ketib qolishi mumkin. Lekin meni hozir dasturni ichiga joylagan strategiyam sizga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shu maqsadda aytyapman. Xullas, o'rtoqlar, mana shu edi. Hammaga xayr.